Pidegen qorumuzu tayyorlash. Alı bilan 2 dana yumloq pidegenni aqlab, cho'ng to'g'rab olamiz. Arkadan 2 dana tuxumni qachig'icha qilib aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin bayatinqi pidegenlarni silib tuxumga milaymiz. Tuxumga milab bo'lgandan keyin qozondagi chuchigan mayga silib qo'raymiz. Aldikayni qizarg'icha to'liq pishiramiz. Pishib bo'lgan pidegenlarni suzib olamiz. Qozonga muvofiq miqdorda may quyib, g'o'l piyoz, samsoq, shakal badiyani silib qo'raymiz. Arkadan muvofiq miqdorda achchiq suv va jangyo qo'yib aralashtiramiz. Jangyo va achchiq suvlarning miqdorini o'zingizlarning ehtiyojiga asosan tanlasanglar bo'ladi. Arkadan bayatin tayyorlab olgan pidegenlarni solamiz. Oxirida az miqdorda suv qo'yib, uning ustiga muvofiq miqdorda tuz qo'yib aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan keyin 5 minut dimlaymiz. Oxirida taqsiq tizib olsak tayyor bo'ldi. Nayt o'zgacha bo'lgan beliq tamlik pidegen qorumimiz tayyor bo'ldi.